Ushbu haftada Rossiyada 2025-yilning eng yirik va eng shov-shuvli musiqiy tanlovi bo'lib o'tdi. 23 ta davlatdan 500 ga yaqin ishtirokchilar qatnashgan Intervision xalqaro musiqiy tanlovining final qismiga bu yili Moskva shahri mezbonlik qildi. 5 soatdan oshiqroq vaqt davomida jonli efir orqali butun dunyoga uzatilgan mazkur xalqaro tanlovni 4 milliarddan ortiqroq inson kuzatib borgan. Quvonarlisi esa Intervision 2025 xalqaro musiqa tanlovida bu yili ilk bor O'zbekiston nomidan ham vakil qatnashdi. Xonanda Shohrux Mirzog'aniyev katta sahnada xoh inonma deya millionlab tomoshabinlar qarshisida ona tilimizda kuyladi. Muxbirimiz shouda qatnashib qaytgan ijodkor bilan suhbatda bo'ldi. Moskvaga Intervision loyihasiga meni loyiq ko'rishib, O'zbekiston nomidan jo'naya turganim shunaqa yangilik bo'ldi bu yil. Men xudo xohlasa sovg'a tariqasida g'oliblik bilan qaytmoqchiman. Ana shunday katta maqsadlarni ko'zlagan hamyurtimiz Shohrux Mirzog'aniyevni bundan bir oy oldin mustaqillik tantanalari arafasida tabriklagandik. O'shanda biz bilan suhbatda bo'lgan xonanda Intervision 2025 xalqaro tanlovida ishtirok etish uchun tayyorgarlikni allaqachon boshlab yuborganini ma'lum qilgandi. Butun dunyo bo'ylab jonli tarzda translyatsiya qilinadigan va milliardlab insonlar tomosha qiladigan mazkur xalqaro tanlovda Shohrux Mirzo katta sahnada O'zbekistonni tamsil etdi. Bu yerda 23 davlatdan o'ta taniqli ishtirokchilar va san'at borasida hech kimga yo'l bermaydiganlar yig'ildi va biz u yerda munosib ishtirok etdik. Yurtimizni boy tarixi albatta bizni kiyimlarimizda, o'zimizni yurish-turishimizda ham aks etdi va u tomondan ham juda ham iliq kutib olishlar bo'ldi bizda. Hamyurtimiz Intervision 2025 xalqaro tanlovi sahnasida biroz zamonaviy yo'nalishga o'zgartirilgan va qayta musiqiy sayqal berilgan milliy qo'shiqlarimizdan biri Xoh inonmani kuyladi. Biz o'zimiz tilimizda o'zbek tilida ijro etdik. Ayrim davlatlar ingliz, rus tillarini qo'shib kollaboratsiyalar qilishdi. Nizom bo'yicha masalan talab bormi? Zamonaviy kuylash kerakmi yoki folklor yo'nalishida kuylash kerakmi? Bizni jamoaga yuklangan vazifa albatta yurtimizni tarixini olib chiqish edi. 3 qo'shiqni bir ritmga joylab va ularni yo'llarini iloji boricha buzmasdan ana shu yerda taqdim etdik. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, qariyb 5 soat davom etgan mazkur musiqiy kechaning eng yorqin va ta'sirli chiqishlaridan biri bu aynan O'zbekiston vakiliga tegishli bo'ldi. Bu bizning emas, o'sha jarayonni bevosita kuzatgan mutaxassislar fikri. Birinchi dekoratsiyadan keyin ko'rgan emotsiyalarini aytib beradigan bo'lsam, bilaman Samarqand, O'zbekiston, braziliyalik bir basist Luciano degan do'stimiz bilan tanishib qoldik. Hattoki, "Sen nima deyapsan bilmayman" deydi. Lekin shunaqa yuragimiz yig'layapti deydi. Hindistonlik qo'shiqchilar, nima eshitasizlar deb bular bizni hatto nima eshitishimizga qiziqishi. Men qo'yib berdim Orifxon Xatamovni, Ma'murjon Uzaq, Fattoxon Mamadaliyevning qo'shiqlarini tashlab berib, u faqat tamburni o'zida ijro etgan qo'shiqlarni o'ziga maza qilayotganlarni turganlarni zavqini ko'rib keldik. O'zbekiston ushbu nufuzli tanlovda ilk marta ishtirok etayotganiga qaramay, vakilimiz eng kuchli ovozlar 10 taligidan joy oldi. Tanlovning navbatdagisi kelgusi yilda Saudiya Arabistonida bo'lib o'tishi kutilmoqda. Umid qilamizki, O'zbekistonning ishtiroki davomiy bo'ladi va vatanimizdan yetishib chiqqan yanada kuchli ovozlar eng birinchi pog'onalarni qayd etishadi.